Qadimgi Yunoniston, Abdera shahri. Insonlar oddiy hayot bilan yashardi. Ammo ular orasida bir inson bor edi. U butun borliq sirlarini tushunishni istardi. Demokrit bilim izlab uzoq safarlarga chiqdi. Misrga bordi. Sharq donishmandlari bilan suhbatlashdi. Chunki u haqiqatni izlayotgan edi. Demokrit shunday dedi: Dunyodagi barcha narsalar ko'rinmas mayda zarrachalardan tashkil topgan. U bu zarrachalarni atomlar deb atadi. Atom dunyoning eng kichik bo'lagi. Bu ko'rinmas zarrachalar hamma narsaning asosidir. Demokrit faqat atomlar haqida gapirmadi. U tabiat, matematika, astronomiya, axloq va inson tafakkuri haqida ham yozdi. Uning eng buyuk xizmati borliqni afsona bilan emas, sabab, harakat va aql bilan tushuntirish edi. Uning fikricha, inson ham, dengiz ham, yulduzlar ham bir xil zarrachalardan yaralgan edi. Borliq doimiy harakatda edi. Atomlar birlashib biz ko'rayotgan dunyoni hosil qilardi. Demokrit insoniyatga shuni o'rgatdi: ko'rinayotgan dunyo haqiqatning faqat yuzasi. Asl haqiqat esa aql, izlanish va tafakkur orqali ochiladi.